Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, qandaysizlar? Sog'liqlar yaxshimi? Hamma like bosgan, podpiska bosganlarga rahmat. Mana men ham erta mol bozor, xudo xohlasa bozorga chiqib, bozordagi qo'ylarning narxlarini, qo'zilar ko'rib, bitta maydaroqdan olib, to'g'ri kelsa narxlari. Qamishni ko'paytirdik, hali bitirmadim. Ishlar yaxshi ketyapti. Qo'lim tegmadi buguncha aylanib boshlayapman. Nima deydi? To'g'rilashga ozgina vaqtim bo'lmay qoldi. Xullas ish sekin siljayapti, xudo xohlasa. Bu katta qo'ylarni xudo xohlasa endi bu yil ko'paytiramiz. Tug'dirib bola olish niyatdamiz. Mana bular yeb yotibdi. Endi zo'r ko'rinadi. Endi qo'ldan kelgancha qamishmi, yem, hamma narsa beryapti. Qo'ramizga eshik qilishimiz kerak. Erta bittik topkasak soyaga maydaroqlarni qo'yish uchun. Shunday gaplar. Like bosinglar, podpishka qilinglar. Chekka joydagilar ham bilmayman, kanal o'zi nima bo'lyapti, yuryaptimi, yo'qmi. Har kun kechqurun yoki ertalab vaqtim bo'lganda video tashlayapman. Xullas qilsa bo'ladi. Erta narx-navolarni ko'raman, bozorga yurib sizlarga ulashaman, xudo xohlasa. Birinchi marta bozorni ham ko'rib kelay. Uni bozordan olmadim bularni lekin. Shunday gaplar. Like, podpiska qilishni unutmanglar. Like bosish tekin hammaga menimcha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa ertaga bozorda qo'ylarni ko'rib, narxlarni ko'rsataman. Qisqa qilib.